Yerken qirg'inchiligi unutilmaydi. Aziz qarindoshlar, 2014-yili vatanimiz Sharqiy Turkistonning Yerken nahiyasida dunyoni larziga solgan ajoyib bir voqea yuz berdi. Bu voqea dal Yerken ilishqu voqeasidir. Voqea yuz berib, toki bugungacha bu voqea ustida o'xshamagan matbuotlarda voqea tafsilotiga doir asosan o'xshash mazmundagi xabarlar tarqalib yurdi. Ilishqu yezisida boshqa joylardagiga o'xshashlar tekshirish punktlari qurilgan bo'lib, voqea yuz bergan vaqt dal Ramzonning oxirgi kunlari edi. Kishilar asosiy jihatdan kechalari masjid va uylarda ibodatlar bilan shug'ullanadi. Dal shu kuni kechida xuttandan keyin zuhurlik vaqtgacha orliqda ayollar yig'ilgan bir uyda yig'izora ovozlari bek kuchlik bo'lgan. Normalda shahardagi tekshirish punktidagilardan yezidagilarning boshqarishi qattiqroq bo'lgani uchun bu ayollarni tutib soqchixonaga elib ketgan. Ayollar tutilib ketganlik xabari erlarga yetgandan keyin ular soqchixonaga ayollarni so'rab borgan. Ammo soqchilarning nachar muomalasiga uchirgan va soqchilar bilan orada surkilish kelib chiqqan. Surkilish kechichi davom qilgan. Buning bilan adolatsizlikka va haqoratga uchirgan xalq orasida ayollarni va bolalarni qo'g'dash uchun qurolli kurash qilish chaqiriqi ko'tarilgan. Bu chaqiriq 3 mahalla ahliga yetkazilgandan keyin kishilar umumyuzlik qo'zg'alib, qo'llariga nima chiqsa shuni, ya'ni palta, kaka, pichoq, kaltak degandeklarni ilib, mashinasi borlar bo'lsa, mashinasi bilan Yerken tarafdan chiqadigan yo'llarni, Urumchi va Maralveshi taraflardan keladigan yo'llarni to'sib, orliqda qolib qolgan mashinalarni urib chiqishlar bilan jang boshlangan. Bu to'qinishda dastlabda bizning xalqimiz mutlaq ustunlikni egillagan. Bu jarayonda to'saqning ichiga kirib qolgan mashinalarning 40-50 donasini urib chiqib, odamlarining ichidagi Uyg'urlar bo'lsa tutib tavba qildirib, Xitoy bo'lsa urib o'ltirgan. Dongbog yezining boshlig'i Ilishquda xizmatga tushishlik edi. Shu sabab Xitoy kommunistlari voqeani tinchitishda qorshov ichida qolgan xalqning hammasini mayli hukumat xodimi bo'lsin yoki bo'lmasin qora quyuq etib etishga buyruq tushirganligi uchun soqchixona xodimlari, yezi boshliqlari qatorliq Xitoy hukumatining xizmatchilari qora quyuq etib o'ltirilgan. 7-oyning 28-kuni kechida Xitoy qurolliq taraf 3 kentdagi egilib olingan joylarga hujum qilib, u yerdagi Uyg'urlarni o'ltirib, naq maydonni pak-pakiza tozlayotgandan keyin 3 kentga qurolliq va tik uchar aeroplan tanklar bilan bostirib kirgan. 3 kentning g'arbiy qismi cho'ng bir bo'z yerlik bo'lib, Xitoylar tik uchar bilan shu bo'z yerlikni charlashga boshlaganda aeroplanning ovozini anglab, sirtqa chiqqan odamlarni qo'shib etib tashlagan. Oilasidan chiqqan, uydan chiqqan, bu ishga aralashmagan xalqmi bu jarayonda qirilib tashlangan. Bu 3 kentda hech qanday odam qolmagan. Nahiyaning hokimi Ahad Said bir oydak bu yerda turdi. Millat din ishlari idorasining boshlig'i Nuriddinmi birga turdi. Bu odam ayni vaqtda Yerkendagi haj ishlariga mas'ul bo'lgani uchun nurg'un kishilarni haj ishlarini oson qilib berish, masjid silib berish qatorliq ishlarga va'da qilib, kishilarni o'zaro bir-biriga nazorat qilishga va terrorlik gumondori bo'lgan kishilarni tutib berishga tashkillab, shu mezgillarda nurg'un kishilarning turmalarga qamilishiga sababchi bo'ldi. 8-oy mezgili bu yerda havo intayin issiq bo'lib, Yerken nahiyasidagi Sahiya idorasidan 15 tak ayol doktor voqea chiqqan 3 kentga berib, naq maydon tozalashga qatnashgan bo'lib, shu ayollarning ichidan birining o'z og'zidan anglagan so'zida ular naq maydonni tozalayotganda 80 yosh atrofidagi bir mo'may
bular tarafga qarab keladi. Qurolliq askarlar bu ayolni "Keyninga qayt" deb ogohlantirdi. Ayol o'zining navrisini izlab kelganligini deb oldiga mangdi. Dal shu vaqtda bu mo'may itib tashlanadi. Bu 15 nafar ayol naq maydonni ko'rdi va nima qilishini bilmaydi. Mo'may naq maydonda o'lib ketdi. Dal shu voqea sababli bu ayollarmi Xitoyning asli mohiyatini tonib yetdi. Bu ish o'tib, aradan 10 kunlar bo'lganda men o'zim ayolimni elib Tağarchi yezisiga chiqdim. Men tushdan keyinda chiqqan edim. Qaynatam menga Tağarchi yerkan yo'lidan shaharga kira olmaymiz. Men sizlarni Ishqul yezisi bilan ishki yo'ldan Gongshaning uyan tarafidan opirib qo'yay dedi. Yerkanning yangi shahar tarafining Kayfachi, ya'ni taraqqiyot rayoni deydigan bir yeri bor. Qaynatam bizni dal shu yangi shahar rayoniga akiladigan joyda mashinadan tushirib qo'ydi. Chunki uning davomiga o'tkilib qo'ymaydi. Biz ayolim bilan kelib-olsak, keynimizdan 2-3 mashina shu yerdagi Xitoylarning bir qabristonligi bor tarafga qarab yurib ketdi. Keynidinla 10 dak mashina yangi shahar rayoniga yangidan qurilgan Janubiy yangi shahar rayoni deydigan bir rayon bor. Shu rayonga qarab mangdi. Yerkan qirg'inchiligi bo'lib uzun o'tmay shu voqeada o'lganlarni shu Janubiy yangi shahar rayoniga ko'mganligi haqida so'zlar tarqalgan edi. Demisimi Janubiy yangi shahar rayoni garchi ko'lamlashtirilib qurilish qilishni boshlagan rayon bo'lsa-mu, lekin yanada nurg'un joylar texchi ichilmagan, hatto odamlarning oyiqimi besilmagan joylar edi. Ba'zilar voqeada o'lib ketganlarni 5-Gongshaydagi Xitoylar ishlatgan koni xumdonlikqa ko'mibdi degan. Ammo meningcha bu qarash aqlga sig'maydi. Chunki xumdonlik degan do'ngrak yerda bo'ladi, cho'nqur yerda emas. Shu sababli bu yerga odam ko'mish toza yaxshi bo'lmaydi. Ammo Janubiy yangi shahar rayoni bo'lsa, aslidimi tarixchilik qilingan bug'doy qo'noq va paxta terilgan munbat bir ekinzorlik yer. Şuna ba'zilarning og'zidan mush yerdan 1-2 mo yerni ko'lab, shu yerga meyitlarni ko'mib, ustini beton bilan qotirvatdi degan so'zlarning asosi bor deb qaraymiz. Lekin bu yanala bir cho'ng maxfiyatlik. Yanala Janubiy yangi shahar rayoniga ko'mibdi degan qarashga ishonadiganlar ko'p sonni egilaydi. Yerkan Janubiy yangi shahar rayoniga asosiy jihatdan davlat xizmat organlari, masalan, JX idorasi, taftish idorasi, sud mahkamasi qatorliqlarning hammasi ko'chib berib bo'lgan bo'lib, Yerkan mujohidlari dal yangidan ochilgan Yerkan noyilik JX idorasiga bostirib berib, soqchi boshlig'ini go'ro'ga olgandek nurg'un ishlar yuz bergan. Shu sabab bu yerning xavfsizlik xizmatlari alohida chang tutiladi. Normalda birer odam birer ish bilan kelsa-mu chinibli qoladi. Voqeadan keyin Xitoyni eng tashvishga solgan ish Uyg'urlarning shuncha tez orada tashkillanib, soqchi idoralariga qadar utuqliq besib kiralishi bo'lib, Xitoy buningga turtki bo'lgan kuchni bilolmay hayron bo'lgan. Shu sabab voqea yuz bergandimi, hukumat tarafdan bir hafta ichida 3 yezining odamlarining ideyasini bir yerga akilib, qurolliq kurash uchun cho'ng kichik tangla otlangudek qilolgan bu harakatning boshchilariga hayron qolgan va biz bu zaminni 65 yil idora qilib, nimishqa bundaq bir mo'jiza yaratolmadik degan so'zlarmi bo'lingan. Amaliyotda Xitoyning chekidan oshgan zulmiga qarshi qurolliq kurash ideyalari voqeadan burunli tashviq qilingan edi. Shu vaqtlarda Yerkan nahiyasidagi kichik masjidlarga texnik kamera to'liq bekitilmagan bo'lib, bu yezlardagi Uyg'urlarning diniy e'tiqodi bir qadar kuchli bo'lg'ashqa, bu ishlarni umumyuzlik maxfiy tutolgan. Xitoy hukumatı bu harakatning boshchilarini tirik qo'lga tushirish buyrug'ini bergan bo'lsa-mu, ammo xalqni qo'zg'allarning hech biri tirik qo'lga tushmagan. Voqeada Yerkan Islom dini jamiyatining raisi,
Yerken Oltun Camii'nin imamı, yerken Koni Şehir Seydiye Xanlığı vaqtidagi Çoğ Camii'nin imamı, Yeni Yol Mescidi'nin imamı, Yasin Qari Hacim, Hazbir Camisi'nin imamı, Muxtar Qari Hacim qatarlıq katta dinni erbablar mushu vaqa besilishinin oldida birlikte vaqa yuz bergan naq maydonga bormoqchi bo'lganida Yerken nahiyəsinin hakimi Ahad Said bularni sizlar u yerga berishga kechikib qoldinglar. Endi barsanglar ular sizlarni o'ltirib etidi degan so'zlar bilan qaytirib etidi. Lekin vaqa bo'lib uzun o'tmay Yerken nahiyəsinin mushu qo'zg'olonni bostirishga qatnashgan hakimi Ahad Said CX idorasining boshlig'i Muxtar Adil Abbas qatorliq kishilarning qo'lga ilinganligidan xabar topdik.